O'rtoqlar, balig'imiz tushildi. Hozir mana ustasi Murodjon degan ukamiz mana hozir o'zimizning andijonlik ukamiz qanday go'zal, chiroyli baliq ekan-a? Yaqinlashtiraylik. Ha, ko'rdim. Baliq ko'rdim. Biz charchatamiz. Yutib yuborganmikin-a? Ha, yutib yuborgan. Hozir mana sekin asta tortyapmiz. Bora 3 kilo. Yana u katta ekan вообще. Katta baliq ekan. Men pastroq qochib boramiz, mandayroq qilsa. Katta ekan. Uy, bilat, go'zalligini вообще katta-yu. Uy. Ona menga qanotini tagidan ushlabdimi? Ha? Qanotini tagidan. Bittasi ham ilib qo'ygan. Ha, hamma yo'g'idan ushlabda. Ha. Go'zalligini qarang. Sazan. Masha. Sakragan sazan masha. O yoqqa yuravering unda. Baribir charchaydi. Mashinadan olib chiqib olamiz. Ha, bu yerda 5 kilo bor, ha? 6 kilo. Bor ekan. Mana 40 ming so'mlik kilosi. Jami 200 minglik baliqni shu mana suvdan tortib chiqaryapmiz o'rtoqlar. Bu go'zallikni mana yana suvga qarab kirgizib qo'yapti. Xudo berdi. Anaqa bo'ladi baliq. Mana bu ko'ryapsanmi-ku? Bu baliqni. Mana oyoq osmondan bo'ldi. Qonni kattaligini qarang buni. Bolasi bor shekilli. Oh, qanday go'zal. Jabrasdan so'ng. Yutib yuboribdi. Ikkita joydan ushlabdimi? Qachoqdan olish kerak ekan. Sazanmi bu? Sazan. Jabrasdan ushlaydim.